Menda hissiyotli cho'tki. Hozir birga uchib ketamiz, Nagoyaga boramiz. Mana shu joydan kesib tashlamang, qo'ying mana shu joydan. Bu tabiiy chiqsin-da. Assalomu alaykum hammaga, mana ismim Samandar. Bugun nasib bo'lsa Yaponiyaga uchib ketayotgandik, Nagoya shahriga. Hammaga rahmat deyman, birinchi o'rinda ota-onamga. Vizamiz agar kerak bo'lsa, anchagina mehnat ketdi. Hammaga rahmat, to'xtagan. Birinchi o'rinda o'sha aytganimdek ota-onamga, yaqinlarimga, yana Aliga anchagina yordamda bo'lib turishdi. Hammaga rahmat to'xtagan. Just karantin. Boshim aylanib ketgim kelib qoldi-da mana shu Yaponiyaga. Ko'ramiz, o'qiymiz. Yaxshi o'qiymiz. Ishlaymiz-da, keyin qaytamiz. Menga hech narsa qiyin bo'lmadi. Shunday bordim, shunday oldim sertifikatni, tamom. Просто o'qish kerak, just hard work. Bu yerda maktabimizdan xodim kutib olar ekan. O'rtoqlarimiz ham chaqirgan. Sultonimiz. Sultonsan? Omad. Ajoyib. Chunki men 3-oqdan beri ozod yashayapman.